muborak bo'lsin otajon, onajon. Yelkan uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu. Assalomu alaykum otajon, onajon, tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Ilohim 100 yoshlarga, 125 yoshlarga, 155 yoshlarga yetganlaringizda ham mana shunday yuragingizga yaqin insonlar bilan birgalikda tavallud ayyomlaringizni nishonlashlik nasib ro'z aylasin. Biz farzandlar, nabiralar mana shunday mehribon, duogo'y onamizni, otamizni duosini ostida mana shunday yaxshi kunlarga yetib keldik-da.